Dushman kelin nomli o'zbek serialining 8-qismi 14 yanvar 2026 soat 20 da Milliy telekanalida namoyish etilishi bilan tomoshabinlarni yana chuqur his-tuyg'ular girdobiga tortadi. Ushbu epizod serial voqealarining yangi bosqichga o'tayotganini yaqqol his qildiradi va syujet tobora keskinlashib borayotganini ko'rsatadi. Menga bu serialda eng yoqadigan jihatlardan biri qahramonlar xarakterining bosqichma-bosqich ochib berilishidir. 8-qismda bosh qahramonning ichki kechinmalari yanada chuqurroq yoritilib, uning qarorlari ortida qanday ruhiy og'irliklar yotgani seziladi. Bu esa voqealarni sun'iy emas, balki hayotga yaqin qilib ko'rsatadi. Dushman kelin oilaviy drama va ijtimoiy muammolarni uyg'unlashtira olgan serial sifatida tomoshabinni befarq qoldirmaydi. 8-qism tomoshabinni mulohazaga chorlaydi, aniq javoblardan ko'ra muhim savollarni ortaga tashlaydi. Shu sababli bu serialni kuzatish qiziqarli va mazmunli bo'lib qolmoqda.